Biz sizga bu kitobni haqiqatan barcha odamlar uchun nozil qildik. Bas kimki hidoyat yo'liga yursa, o'zi uchun yurgan bo'lur. Kimki yo'ldan ozsa ham o'zining zarariga ozgan bo'lur. Siz ularning ustidagi vakil, qo'riqchi emassiz. Alloh jonlarni o'lgan vaqtida, o'lmaganlarni esa uxlayotgan paytlarida olur. Bas o'zi o'limga hukm qilgan jonlarni qaytarmasdan ushlab qolur, boshqalarini esa belgilangan bir muddatgacha ajallari yetguncha qo'yib yuborur. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun alomatlar bordir. Balki ular Allohdan o'zga oqlovchilarni ushlagandirlar. Ey Muhammad, ayting, agar ular biror narsaga ega bo'la olmaydigan va haqiqatni anglamaydigan bo'lsalarchi? Ayting, barcha shafoat, oqlov faqat Allohnikidir. Osmonlar va yerning hukmronligi ham unikidir. So'ngra qiyomatda barchangiz ungagina qaytarilursizlar. Qachon yolg'iz Alloh zikri qilinsa, oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalarning dillari siqilib ketar. Qachon u zotdan o'zga ma'budalar zikr qilinsa, birdan ular shodlanib keturlar. Ayting, Allohim, ey osmonlar va yerning ilk yaratuvchisi, yashirin va oshkor narsalarni biluvchi zot, yolg'iz o'zinggina bandalaring o'rtasida ular ixtilof qilib o'tgan narsalar xususida hukm qilursan.